Ko'pchilik shu kir yuvish mashinalarini ishlatayotganda asosiy mana shu 14 ta funksiyasidan foydalanadi. Mana bu tabloviy qo'shimcha funksiyalardan ko'pchilik foydalanmaydi, qaysi biri nimaligini ham bilmaydi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hammasini bitta-bitta yoqib ko'rsatib beraman. O'shinglar mumkin. Birinchisi kiyim bilan shu dona rasm turibdi. Intensivniy funksiyasi. Buni bossanglar, barabanchida ozgina suv to'plikda shu dobib qo'ygan kiyimlarga shu katta qoraga bo'ktirib qo'ygan effekt bilan donani ketkazib beradi. Ikkinchisi ekonom время, vaqtini qisqartirib beradi. Uchinchisi bo'lsa полоскание plus. Ko'rayotgan bo'lsanglar bu chayish qo'shadi. Bu yerda mana добавить video funksiyasi ham bo'ladi. Bossanglar добавить video mana bu yonadi. Bemalol kir qo'shsanglar bo'ladi. 10 minut 15 minut ichida. Men pastdagi qo'shimcha funksiyalardan foydalanish uchun mana hammasini o'z pastda ko'rsatib qo'ygan. Buni yulduzcha bilan qilib qo'yganlar hisobiga 3 sekund bosib turasiz mana. Misol uchun mana предварительный stirka ko'rayotgan bo'lsanglar bir yonda. Bu haqida o'zi alohida video chiqarganman. Profilga o'tib ko'rasizlar bo'ladi. Bemalol birga ham kiygan parashyut qorasi. Ikkinchisi bo'lsa очистка baraban, ya'ni o'zini o'zi tozalash. Bugun bosib tursanglar yonadi. Ya'ni kir moshina o'zini o'zi tozalaydi avtomatik. Bu yoqda yana sizlarga bitta zo'r funksiya bor, dazmol funksiyasi. Besklavit. Bugun bosib tursanglar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, dazmol rasmi yonida. Bu kiyimlaringizga g'ijimni yo'qotib berishga yordam beradi, lekin 100% yo'qotmaydi, 30-40% gacha yo'qotib beradi. Eng muhim funksiyalardan ko'pchilik bilmaydi. Mana shu narsani blokirovka adisiya. 3 sekund bosib turasiz. Blokka tushadi. Ya'ni shu yosh bolalar kir moshinani o'ylab tashlamaslik uchun. Uni o'chirib yoqsanglar ham mana ko'ryapsiz, blok rasmi chiqib turibdi. Mana kir moshina ishlamaydi. Buni yana o'chirish uchun 3 sekund bosib tursanglar bo'ldi. O'chadi, yana kir moshina o'zida ishlayveradi. Agar sizlar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosing. Bundan qiziqarli videolarni kuzatmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va videoni saqlanib qo'ying. Videoni hamma yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.